Kung Fu Panda multfilmi haqida mening kanalimda birinchi bor aytilyapti. Bu video orqali men ehtimol sizning fikrlaringizga qismat zid gapirishim mumkin, lekin men trilogiyani qayta tomosha qildim va nihoyat bu haqda gapirish vaqti kelganini tushundim. Pandaning barcha 4 qismi bu ayrim qahramonlar deyarli hech qanday kuch sarflamasdan xohlaganlariga erishishlari, boshqa ba'zilari esa o'z hayotini o'nlab, hattoki yuzlab yillarini biror maqsadga erishish uchun sarflashlari, ammo oxir-oqibat juda kam natijaga erishishlari haqida men shu mavzuga alohida e'tibor qaratishga qaror qildim. Aslida bu ko'plab tomoshabinlarning Pandaning birinchi qismiga bildirgan shikoyatlaridan biri. Bu atigi 3 kun ichida ajdarho jangchisi bo'ladi va butun hayotini mashaqqatli mashg'ulotlarga bag'ishlagan odamni yengadi. Bu katta mantiqiy xatolikka o'xshaydi, shunday emasmi? Yoki unday emasmi? Birinchi qismda biz Poni qo'pol va notayin panda sifatida ko'ramiz. U go'yoki hech qanday salohiyatga ega emas. Shu bilan birga bizga 5lik jangchilar guruhini ko'rsatishadi. Ular natijaga erishish uchun astoydil mashq qilishmoqda. Voqealar rivojida bizga Po bilan boshqalarning o'rtasidagi tafovut qanchalik katta ekanligi tobora yaqqolroq ko'rsatiladi. Multfilmning yarmigacha Po ajdaho jangchisi bo'lishga mutlaqo yaroqsiz ekanligini ko'rsatadi, ammo keyin butunlay teskari vaziyat yuz beradi. Mashg'ulotlarga atigi 3 kun sarflanadi. Bu yerda ham to'g'risini aytsam, faqat bir kun to'liq mashg'ulotlarga o'xshaydi. Qolgan 2 kun faqat uni doimiy urushlar, yiqilishlar va kulgili sahnalar bilan o'tadi. Shu vaqt ichida bizga Taylong qanday qilib 5lik bilan hech qanday qiyinchiliksiz kurashayotganini ko'rsatishadi. Holbuki ularning har biri Poga biron imkon ham qoldirmagan edi. Bu sahnalarda go'yoki yana bir bor tomoshabinga Po hech kim, Taylong esa mutlaq ustun degan ishora berilayotgandek tuyuladi. Ammo shunday bo'lsa-da, oxirida aynan Po Taylongni yengadi. Bunda Po kung fu ustasiga aylangan emas. U hali ko'plab usullarni bilmasdi. Harakatlari ancha sodda edi va ular yanada kuchli tayyorgarlikni talab qilardi. Bu ayniqsa o'zbek tilidagi tarjimada g'alati ko'rinadi. Sarlavha chiqqach quyidagi qo'shiq yangraydi. Kung fu ustasi bo'lib tug'ilmaydi, ular shunday bo'lishadi. Go'yoki multfilm bizni masxara qilayotgandek. Albatta bu tarjima muammosizdir. Asl nusxada bu qo'shiq butunlay boshqa. Sen tug'ma iste'dodsan. Bu esa butun multfilmning asosiy ma'nosiga juda qalin ishoradir. Bu shunchaki dahodir va u hech nima qilmasdan ham eng kuchli bo'lishi mumkin. Qo'shiqning o'zi 1974-yilgi Kung Fu Fighting kompozitsiyasining qayta ishlangan variantidir. Qizig'i shundaki, asl qo'shiqda bu satr yo'q edi. Demak, bu so'zlarni aynan multfilm uchun qo'shishgan. Ikkinchi qismda bu hikoya yana davom etadi. Endi bu bir nechta qahramonlarda o'z ifodasini topadi. Avvalo bu Shen. U kung fu ustalariga duch keladi va oddiygina to'p yordamida kung fu kengashidan bo'lgan super ustani yo'q qiladi. Yana o'sha eski ma'no. Butun hayotini mashqlarga bag'ishlaganlar ustun emas. Bu safar iste'dod emas, balki ilmiy texnik taraqqiyot va makkorlik g'alaba qiladi. Boshqa tomondan bu qismda ustoz Shifu bilan ham alohida chiziq bor. Film boshida u Poga ichki osoyishtalik haqida gapirib beradi. Bunga erishish esa ko'p vaqt va kuch talab qilishini tushuntiradi. Film davomida Po bunga erishishga harakat qiladi, lekin bir pallada to'satdan uni eslaydi va birdaniga ichki osoyishtalikka erishadi, hatto soniyalar ichida. Keyinchalik qahramonlarning o'zi ham hayron qoladi. Qanday qilib Po bu darajaga shunchalik tez erishdi? 3-qismda bu holat yana chuqurlashadi. Bu safar Kai 500 yildan ortiq vaqt davomida boshqa ustalarning chi energiyasini yig'ib, o'zini mukammallikka yetkazgan. Boshqa tarafda esa Po bor. Unda o'qituvchi bo'lish va chi kuchini o'zlashtirish degan narsalar umuman yo'q. Kai hech qanday muammosiz Shifu, butun 5lik va hattoki Ugwe ustasini yengadi. Shu paytda esa Po otasi bilan birga tog'larda dam olayotgan bo'ladi. Kai qishloqqa qarab yo'l oladi va Po endi ajdaho jangchisi sifatida boshqa pandalarni kung fu o'rgatishga qaror qiladi. Franshiza an'anasi bo'yicha ularga atiga bir kun, ba'zida esa bir kecha kifoya. Ular yuqori darajadagi ustalikka erishadilar. Ha, ular barcha texnikani mukammal bilmasliklari mumkin, ammo Kai bilan bir xil darajada jang qilishadi. Ya'ni tarixdagi eng kuchli kung fu ustalari qatoriga kirishadi. Eng ajablanarlisi Po chi kuchini atiga 32 soniyada tushunib oladi. Bu sahnada faqat pandalar emas, balki yo'lbars qiz va oshpaz Ping ham chi energiyasini o'zlashtiradi. Shifu bechora butun umr o'rgandi. Hozir esa qandaydir lag'mon do'koni egasi g'oz unga teng bo'lib qoladi. So'nggi nuqtada Po hatto Ugwe darajasidagi ustaga aylanadi. Bu Shifudan ham ustun bo'lishni anglatadi va atiga bir kechada o'qituvchilik san'atini egallaydi. Ha, bu aql bovar qilmas darajada. Barcha trilogiya shuni aytadiki, sen o'zligingni topishing kerak. Sen o'zingsan. Hech kimning o'rnini egallashga harakat qilma. Agar barcha uchun qilingan mashq usuli sen uchun juda qiyin bo'lsa, o'z usulingni top. Hammaning o'rganishga yondashuvi har xil. Po o'z usulidan foydalangan holda kung funi egallaydi. Boshqa qahramonlar butun umrini mashg'ulotlarga sarfladi, ammo hech qachon tizimdan chiqishga jur'at etishmadi. Kung Fu Panda multfilmi bu boshqalar kabi harakat qilmasdan ham muvaffaqiyatga erishadigan iste'dodli insonlar haqida. Yo'lbars 20 yil kung fu mashq qildi. Po esa bir kun ichida undan ustun bo'ldi.
Poda nazariy bilim ham, intizom ham yo'q edi, lekin u o'zining iste'dodli va individual yondashuvi orqali hammadan ustun bo'ldi. Bu shuni bildiradiki, agar sen biron narsada iste'dodli bo'lmasang ham, lekin chin dildan shug'ullanmoqchi bo'lsang, katta mehnat bilan yaxshi natijaga erishishing mumkin. Kung Fu Panda multfilmi o'rgatadigan yana bir narsa: boshqalarning iste'dodiga hasad qilmaslik va tan olish. Kecha sen ularga saboq bergan bo'lsang ham, ertaga ular sendan o'zib ketishlari mumkin. Endi esa sen ulardan o'rganishing kerak bo'ladi. Kung Fu Panda multfilmi bu iste'dodli mavjudotning o'zgarish hikoyasini bizga ko'rsatadi, garchi bu kulgili ko'rinishda bo'lsa ham. Shu bilan video yakuniga yetdi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agar kino va multfilm yangiliklari haqida hammadan oldin bilishni istasangiz, Telegram kanalimga qo'shiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Panda! I'm not a big fat panda. I'm the big fat panda. The whooshy finger hold. Oh, you know this hold? You're bluffing. You're bluffing! Shifu didn't teach you that. Nope. I figured it out. Skadoosh.